Hurmatli fuqarolar, hozirgi kunda turli aksiyalar, yutuqli lotereya sovrinlari, brokerlik xizmatlari, valyuta birjalarida qatnashib, yuqori daromad olishga undovchi yolg'on takliflari bilan fuqarolarning ishonchidan foydalanib, ularning pul mablag'larini o'zlashtirishga urinish holatlari kuzatilmoqda. Shuni yodda tutish kerakki, bank xodimlari kartangizning amal qilish muddati yoki SMS xabarnoma orqali kelgan kodni hech qachon so'ramaydi. Shuningdek, bank kartasiga pul o'tkazish uchun uning 16 xonali raqamini bilish yetarlidir. Sizga telefon orqali murojaat qilib, o'zini bank xodimi yoki boshqa davlat idorasi xodimi sifatida tanishtirib, plastik kartangiz haqidagi ma'lumotlarni so'ragan shaxslarga hech qachon shaxsiy ma'lumotingizni va plastik kartangiz haqidagi ma'lumotlarni bermang. Ular firibgar bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'ling va quyidagi tavsiyalarga rioya qiling. Noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilgan notanish shaxslarning ko'rsatmalariga amal qilmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermang. Begona shaxslarning ko'rsatmasiga binoan telefoningizda harakatlar bajarmang. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling.